Ishi nima ekan bu deb hammalar hayron bo'lib turgandirsizlar. Salom qizlar. Bugun biz zooparkka keldik. Albatta zooparkka biz bormadik. Zoopark o'zi Qo'qonga kelgan ekan. Biz ikki kirdik. To'g'risini aytsam, Qo'qonda zoopark degan joy yo'q. Shuning uchun oddiy hashak hayvonlar kelsa ham balla maza qilib tomosha qiladi. To'g'risi bu yerdagi ahvolga rahmingiz keladi. Bu yerda bitta maymun suv qotib qaltirab o'tiribdi. Shunda ham unaqangi zo'r emas. Mana shunaqangi tovuqlar yuribdimi? Ko'p tovuqlarni joyga olmabman. Bu yerda bitta ilon to'g'risi o'liymi, tirikmi itam bilmaydi. Mayli, endi shunisiga ham shukur deymiz. Ballarga shu ham qiziq. Ballar shuni maza qilib tomosha qilishdi. Bo'rilar bu yerda to'rtta bir xil bo'ri, lekin alohida qafasda. Bittasini che bo'ri, bittasini tog' bo'ri deb yozib qo'yishgan. Bu yerda ayiq ajoyib eshikni ochmoqchi bo'ldi. Bo'rilarga kichik bo'rilarda hayotdan umidi uzilgan. Uchovisi ham uxlagan, baqirsak ham turmagan. Вообще ahvoli voy edi. Shunaqa qilib keyin sekin uyga qaytardik. Qizlar, like, подписка bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar.